Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va o'quvchilar. Bugungi darsimizda maktab o'qituvchilari yoki o'quvchilari uchun ba'zida kerak bo'ladigan 3 ga 4 o'lchamli rasmni qanday qilib Photoshop dasturida tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Bu video darsni yozilishiga sabab bizni O'zbekiston Respublikasi informatiklari hamjamiyati guruhimiz bor. Mana shu guruhdagi bir ustozni so'ragan iltimosi bo'yicha mana shu video dars yozib olinyapti. Bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, mana shu hamjamiyatimiz guruhi. Bu yerda mana shu bo'limlar bor. Bu hamjamiyat nima uchun ochilgan? Bu asosan ustozlarga mana shunday yordam ko'rsatish uchun ochilgan juda ham arzon guruh hisoblanadi. Bu yerda ko'rib turibsiz, ustozlarga yordam berilishdan tashqari, ya'ni ularning savollariga yordam berilishdan tashqari har xil darslar ham olib boriladi. Masalan, hozirgi vaqtda kuzgi attestatsiya darslari davom etyapti. Bugun 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan mana o'qituvchilar bir-birini tabriklashmoqda. Bu yerda yana maktab darsliklari bo'yicha aynan informatika, Cambridge va undan oldingi darsliklar bo'yicha ham darslar to'liq olib borilgan va videosi saqlab qo'yilgan. Mana bu bo'limda. Hozir attestatsiya darslari bo'lyapti. Undan keyin olimpiada darslarini boshlash rejamiz bor. Siz ham hamjamiyatimizga qo'shilishingiz mumkin. Buning uchun mana bu yerda manzil ko'rsatilgan, shu orqali bog'lanib qo'shilsangiz bo'ladi. Bu hamjamiyatni bir oylik obunasi bor yo'g'i 35 ming so'm. Siz bu obunada ham attestatsiyaga tayyorlanish, ham maktab darsliklari bo'yicha video darslar, ham mana shunday sizni qiziqtirgan va ish faoliyatingizda kerak bo'ladigan har xil savollarga javoblar va amaliy yordamlar olishingiz mumkin. Unda sizlar bilan ustozni savoliga birgalikda javob berishga harakat qilamiz. Men bu yerga bir namunaviy rasm o'tkazib qo'yganman. Internetdan yuklab olingan. Deylik, mana shu rasm sizni o'quvchingizni rasmi. Siz mana shundan 3-ga 4 o'lchamdagi rasm tayyorlamoqchisiz. Keling, buning uchun dastlab Photoshop dasturini ishga tushiramiz. Menda 2020-yilgi versiyasi, siz o'zingizdagi versiyasi bilan ham bemalol tayyorlashingiz mumkin. Mana bu yerda men ko'plab o'sha tahrirlash ishlarini olib borganman. Keling, yangi fayl yaratamiz Create New orqali. Sizda agar bunaqa sahifa ochilmasa, mana bu fayl orqali ham qilishingiz mumkin. Endi bu yerdan biz o'zimizga kerakli bo'lgan o'lchamni tanlasak bo'ladi. Mana bu yerdan keling santimetrga o'tkazamiz. Nimaga santimetrga o'tkazyapmiz? Sababi odatda rasmlar printerdan chiqariladigan qog'ozni o'lchami santimetrlarda 10 santimetrga 15 santimetr o'lchamda bo'ladi. Biz ham mana shuni santimetrga o'tkazib, mana bu yerini to'g'rilaymiz. 15 santimetrga 10 santimetr. Rezolyutsiya ko'ryapsiz, 300, har bir dyumda 300 piksel. Buni o'zgartirishingiz mumkin. Hozircha mana shu bo'ladi. Create qilamiz. Mana bizda mana shu rasm qog'ozni o'lchamidagi oq maydon yaratildi. Endi bu yerga biz boyagi rasmni olib o'tishimiz kerak. Mana o'sha rasm. Sizni rasmingizda, ya'ni o'quvchingizning rasmida yuqorida ham ancha joylari bo'lsa kerak. Hozir bu ko'ryapsiz, tepaga ancha yaqin bo'lib qolgan buni boshi. Shuning uchun siz o'zingiz chiroyli qilib tepada ham ozroq joy qoldirib qirqib olsangiz bo'ladi. Hozirgi holatda qiladigan ishimiz buni 3-ga 4 o'lchamda qirqib olish. Bu yerda qirqish o'sha tugmasini bosdim. Mana bu yerlardan biz to'g'rilaymiz. Mana bularni santimetrga to'g'rilayman. Va bu yerga yozamiz.
4 santimetrga 3 santimetr. Hozir bu bunaqasiga bo'lib qoldi. Keling bunaqasiga qilamiz mana. Ya'ni o'rnini almashtirdim. Mana 3 ga 4 holatidagi rasm. Endi buni hozir shu holatda qirqish ham mumkin yoki sal markazga to'g'rilasak ham bo'ladi. Mana 3 ga 4 holatda o'lchamlar joylashtirildi, santimetrda bo'lyapti. Mana shu santimetrda bo'lishi muhim, shunga e'tibor qilasiz. Men santimetrga to'g'riladim. Bu yerga sichqonchaning o'ng tarafini bossangiz, har xil birliklar chiqadi. Shundan santimetrni tanlaysiz ikkalasi ham. Keyin mana bu bajarish tugmasini bosamiz. Mana bizda 3 ga 4 rasm tayyor bo'ldi. Lekin nimaga xira bo'lib qoldi desak, mana bu yerda rezolyutsiya kichik bo'lib qolgan. Keling ishimizni orqaga qaytarib, mana shuni kattaroq qilamiz. Ctrl Z ni bosamiz. Rezolyutsiyani 300 qilaylik va yana qirqamiz. Mana ko'ryapsiz, bu holatda tiniq qilib qirqib olindi. Agar yana ham tiniqroq qilmoqchi bo'lsangiz, buni yana ham ko'tarishingiz mumkin. Odatda 300 yetarli bo'ladi. Tanlab olib, mana bunday qilib, keyin V tugmasini bosib, bundan nusxa olamiz. Klaviaturadan Ctrl C tugmalarini birgalikda bosib. Va bu tarafga o'tib, Ctrl V tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turibsiz, buni o'tkazib oldik. Endi mana bunday qilib buni joylashtirsak bo'ladi. Va bir qatorda keraklicha joylashtirmoqchi bo'lsak, klaviaturadan Alt tugmasini bosib, buni suramiz. Mana shunday qilib. Endi keling bu ikkalasini birgalikda yana Alt tugmasi orqali bularning nusxasini yaratamiz. Mana shunday. Agar bu yerga xohlasangiz yana o'tkazsangiz bo'ladi, lekin ko'ryapsiz joy kam. Shuning uchun mana bularni ozroq orasini kichiklashtirish kerak bo'lishi mumkin. Men bularni yana tanlab pastga ham tushiraman. Ko'rib turibsiz, 3 ga 4 o'lchamli rasm. Bunga hozir jami 8 ta joylashtirdik. Siz oralarni kichiklashtirib, yana bitta mana bu yerga sig'dirsangiz bo'ladi. Keyin buni saqlab qo'yasiz. Saqlash uchun fayldan Save as, bu yerdan uni formatini belgilaysiz. JPEG va mana bu yerdan nom berasiz. Misol uchun 3 ga 4 deb yozib qo'ysangiz va Save ni bossangiz, mana bu yerdan uni qanchalik sifatli saqlanishini xohlasangiz, mana eng yuqorisida turibdi. Shunday qilib saqlasangiz bo'ladi. OK ni bosamiz. Mana bizda saqlandi. Keling endi uni ochib ko'ramiz. Mana ko'rib turibsiz. Bizda tayyor 3 ga 4 o'lchamli rasm. Bemalol endi buni Ctrl P orqali printerdan chiqarishingiz mumkin. Yoki Photoshopni o'zida ham chiqarsangiz bo'ladi. Agar sizga ham mana shunday amaliy yordamlar kerak bo'lsa yoki attestatsiya savollari bo'yicha, olimpiada bo'yicha yoki mana shu darslikdagi biror bir mavzu bo'yicha har xil savollar, yordamlar va darslar sifatli va arzon narxda kerak bo'ladigan bo'lsa, hamjamiyatimizga qo'shilishingiz mumkin. Darslarni, yordamni hammasini arzonligini sababi bu o'qituvchilarga yordam tariqasida 1 yil avval ochilgan guruh hisoblanadi. Agar dars sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Keyingi foydali darslarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ying. Keyingi darslarda ko'rishguncha